Tug'ilish o'limga qo'yilgan dastlabki qadamdir. Goethe. Dunyoda hamma narsaga turlicha ta'rif berish mumkin. Ammo o'limning ta'rifi barcha tilda bir xil yangraydi. Hech kim inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Dar haqiqat, o'lim hali biron bir odam tomonidan inkor etilmagan. Bundan buyon ham bu ishga botina oladigan inson chiqmasa kerak. Shu yerda mo'min odamning qalbiga bir savol sizib kiradi. Nima uchun o'limning haq ekanligini bila turib, unga tayyorgarligimiz yo'q? Bu savol bir necha ming yildan beri yangraydi. Uning javobi xususida bosh qotirganlar bo'ldi. Bu savolga iloji bo'lsa umuman to'xtalmaslikka uringanlar ham yetarlicha topildi. Eng asosiysi, o'shalarning hammasi vafot etib ketdi. Kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, shu savolga qay yo'sinda javob bergan bo'lmasinlar, ularning barchasi o'lim bilan ro'baro kelishdi. Bu ham biror bir qalb egasi tomonidan rad etilmaydigan haqiqatdir. Bugun biz ham shu savolga javob izlab ko'ramiz. Izlanishlarimiz jarayonida o'limning mohiyatini chuqurroq anglashga ham harakat qilamiz. Zero sof e'tiqodda yashab, bizga shu muqaddas tuyg'uni ulashib ketgan ota-bobolarimiz ruhi ham bizning izlanishlarimizdan shod bo'lishsa degan umidimiz bor. Allohga iymon keltirmagan, toshdan-da qattiqroq qalb sohibi ham yaqin odami vafot etganda bir seskanadi. Qalbi og'riydi va o'zi ham bir kunmas bir kun o'lim bilan ro'baro bo'lishini o'ylaydi. Musulmonlar esa hamisha Allohning qazosi ila bu dunyo bilan xayrlashib, boqiy dunyoga borishlarini his qilib yashaydilar. Bu ikki toifa o'rtasidagi farq shuki, ularning biri qiyomat kelishiga ishonmaydi, ikkinchisi albatta bir kun hamma qayta tirilajakligiga iymon keltiradi. Bizning xitobimiz umumiy. Biz bugun ikki tomonga ham foydadan xoli bo'lmaydigan jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Allohning qazosi istagan paytda kelib qolishi xususida hammaga birdek murojaat etmoqchimiz. O'lim haqiqatligi isbot talab qilinmaydigan eng aniq haqiqatdir. Olimlar Allohning kalomi ma'nolarini tarjima qilib, turli millatdagilarga tushuntirib berishga harakat qilishadi. Biz esa o'limning haqiqatligini belgilab beruvchi jihatlarni asl holicha e'tiboringizga havola etamiz. Zero hali ham qalbi va quloqlar ko'zlarini ochsa, Alloh taolo fursat berganida iymon eshigini taqillatishsa degan umidimiz bor. O'limdan keyin boshqa ma'ruzaning keragi yo'q. Hasan Basri. O'limni tasvirlash juda ham og'ir. Bu shunday og'ir holatki, haqiqatligi uchun ham ko'ngilni titratib yuboradi. Inson dunyosini nima go'zal qilishi mumkin? Boylik, go'zal uy-hovli, qimmatbaho kiyimlar, lavozim hamda shuhrat, obro' e'tibor. Shularmi? Yo'q. Ularning barchasi Alloh taolo sizga taqdir qilgan kundan boshlab sarobga aylanadi, sochilib ketadi, to'zg'ib ketadi. Afsuski, hamma o'lim kelishini tan olsa-da, qayta tirilishga ishonmaydigan odamlar oramizda yurishibdi. Ular o'lib qolmasdan burun bugungi dunyolarni go'zal qilmoqdalar. Mol davlatga ko'milib qolsalar hamki, yana va yana chiroyliroq hayot uchun intilmoqdalar. Xalq orasida tengsiz obro' qozonish niyatida tunu kunini bedor o'tkazayotganlar